go'sht yaxshi ko'radiganlar, lekin uni to'g'ri pishirishni bilmaydiganlar uchun zo'r retsept test saqlab oling. Bu ovqatdan uydagilarga tayyorlab berganimdan keyin endi restoranga bormasdan o'zingizga go'sht olib kelib beramiz. Restorannikidan ham zo'r va barakali bo'lib chiqarkan uyda tayyorlansa deb maza qilib yeb olishdi. O'shanga sizlarga ham restoranda palon pulga ovqat yevormasdan uyda tayyorlab ko'ringlar deb retseptini qoldiraman. Mol go'shtini bonfile joyini xuddi videoda ko'rsatilgandek qalinlikda qilib kesib chiqamiz va tovamizga ozgina yog' qo'yib, go'shtlarimizni taxlab, ustidan tuz va quritilgan rozmarindan yoki svejiy rozmarindan savarsak, go'shtimizga yana ham boshqacha ta'm beradi. Oldiga agar yaxshi ko'rsangiz, chesnoklardan ham savaring. Go'shtimizni har bitta tarafi 10 daqiqadan o'rta olovda pishishi kerak. Shunda ichlari ham sochni bo'lib chiqadi. Ikkinchi tarafini o'girganingizda yana bitta tuz va rozmarindan sepib foring. Oldiga garnir sifatida kartoshka po-dеревенски qildim. Kartoshkalarni qaynab turgan suvga solamiz va yana bitta qaynab chiqqandan keyin boshqa idishga olib tuz va ziravorli va ozgina o'simlik yog'idan quyib duxovkada qizdirib olamiz. Sousini retseptini opisaniyada yozib qoldiraman. Endi aytinglarchi, restoranga borib yegan yaxshimi yoki uyda tayyorlab maza qilib barakali qilib yegan yaxshimi? Sizga qaysi biri ko'proq yoqadi?